Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Amerikaning haqiqiy ovozi programmasining ziyoratini qabul qilib, musulmon davlatlarining ikkiyuzlamachiligini anglatdi. Sharq Turkiston haqidagi aqtashliq kitob e'lon qilingandan keyin Xitoylar qattiq sarosimaga tushgan. Diqqatlar tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi 23 yanvar kuni Frank Jeffy'ning Amerikaning haqiqiy ovozi programmasining ziyoratini qabul qilib, musulmon davlatlarining ikkiyuzlamachiligini anglatdi. Riyosatchining dunyodagi barliq musulmon guruhlarining, musulmon davlatlarining bir musulmon dunyosi orzusi bor. Ammo Sharq Turkiston xalqining masalasiga kelganda bu o'z kuchini ko'rsatmayotgandek qiladi. Buningga qanday qaraysiz deganida bosh ministerimiz musulmon dunyosining ummatning Sharq Turkiston masalasiga tutgan pozitsiyasining sababining Xitoyning ularga necha 10 milliardlarcha dollar qarz berganligi. Shu sababdan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilib qolmay, istixborotda Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga hamkorlashadiganligini aytdi. Riyosatchining Xitoy bir balvoq bir yo'l qurilishi kelishimi orqali musulmon davlatlaridagi dindoshlikni setib olganmi deb so'ragan savoliga yolg'iz dindoshlikni setib olmaganligi, Turk Cumhuriyatlarining Xitoyga bevosita yoki 3-chi davlat orqali nurg'ulg'an Uyg'urlarni topshirib berganligini aytdi. Uyg'urlarning qul emgikiga selinishi, organlarining sug'urlanishiga qarshi musulmon davlatlarining biror harakat qo'llanib-qo'llanmaganligi so'ralganda, bu hokimiyatlarning ko'pinchasining inson haqlari dafsanchiligi yurgizishga chetishliq ekanligini aytdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti Amerikaning irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganligining 2 yillik xotir kunida, ya'ni 19 yanvar kuni axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Sharq Turkiston haqidagi aqtashliq kitobni e'lon qilgandan keyin Amerika ovozining Xitoycha bo'limi axborot e'lon qilish yig'inini 25 yanvar kuni xabar qilgan. Bundan Xitoylar qattiq bearam bo'lib, puti ko'ygan to'xidek tipirlab ketishgan. Surgun hukumatning bayonoti har soha, har kasb va farqli iqlimdagi Xitoy xalqini sarosimaga selib o'tgan. Twitterda buni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Amerika hindiyonlarning sizlar qotil. Amerikadagi 50 necha shtatlarning hammasi oqcho'shqilar tomonidan ishg'ol qilingan mustaqil davlat. Shinjongning mustaqil davlat ekanligiga oid dalil isbotni ko'rsat. Gerçi diktator tuzumga menmi qarshi tursammi, ammo Shinjong Jungoning zamini. Agar sen yerli xalq, ya'ni indigenous people nazariyasini ko'tarib chiqsang, Amerika hindiyonlarga tava. Agar Xitoy demokratik tuzumni yo'lga qo'ygandimi, Shizang bilan Shinjong mustaqil bo'lmaydi. Tarixga qaraydigan bo'lsak, Shinjong azaldan mustaqil davlat bo'lib boqqan emas. Shinjong xalqi bilan Xitoy xalqi hammasilar Jungo xalqi. To'limi kulkilik. Bu terrorchilar davlat qursa, bu madaniyat uchun numus. Quruq gap. Shinjong azaldan Jungoning bir qismi. Jungoni bo'lmoqchi bo'lganlar terrorchilar. Ularni qattiq jazolash kerak. Amerikaning 50 shtatini mustaqil davlat qilish kerak. Mayli Junxo Xalq Jumhuriyati yoki Junxo Mingo bo'lsin, asosiy qonun Shinjongning mustaqil bo'lishiga qo'shilmaydi. Uyg'ur guruhi qimmati yo'q bir guruh. Aqtallik amerikaliklar hindiyonlarning davlatini ishg'ol qilib olgan. Shinjongdagi azob chekayotgan xalqni o'zining qarindoshi turklar yashaydigan davlat Turkiyaga yo'tkayli. Turkiya ona yurtlari bo'lsin. Sizlardan so'rab baqay. Amerikaning burunqi egillari kimlar? Mustamlikchilar Amerikaga yerlashib, hindiyonlarni qabul qildimi? Agar ular qo'shilmasa yoki tarixiy adolatni ijro qilishni talab qilsa, mustamlikchilarning Amerikadan chiqib ketishini talab qilamdi. Uning ustiga Xitoy xalqi G'arb rayonga turklardan burun kelib o'tiraqlashgan. Buningda tarixiy adolat yo'q. Kompartiyaning o'xshamagan etnik guruhlarni va diniy guruhlarni bostirishini ayblasa bo'ladi. Ammo davlatni bilishga ilhomlantirib, burunqi Yugoslaviyaga o'xshash diniy va irqiy qon to'kilish muhitini yaratishni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Suvaningni yig', shundoq desang Kanadami yerli xalq, ya'ni indigenous people davlati, aqtalliklar ishg'ol qilgan. Uyg'ur tashkilotlari Amerika qo'llayotgan yerginishlik terrorlik guruhlari. Uni yo'qotish lozim. Demokratik cho'ng oila bo'lib shakllanganda mustaqillikni o'ylashdan kerak qolmaydi. Amerika yerlik hindiyonlarga davlatini qurib berami? Amerika hindiyonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizgan. Ishg'ol qilingan Shinjongda nupus ortgan. Bu yeshil hayvonlar o'lishi kerak. Xi Jinpingning Chunchongoni Shinjongga avatgani bek to'g'ri bo'lgan. Biz yana ondan ortiq Xi Jinpingga muhtoj. O'zimizga o'xshash bo'lmagan irqlarni fizikalik bo'ysundirish kerak. Agar 11 sentabr vaqasini Dunyo savdo markazi aeroplanni so'qiyotdi desang, buningga qaraganda ishonchli bo'ladi. Islom dinining madaniyat saviyasi Xitoy kompartiyasininkiga yetmaydi degandek uchurlar tarqalgan bo'lib,
Amerikaning indigenes xalqi Hindiyalarga Uyg'urlarni o'xshatgan. Uyg'urlarning indigenes xalq kategoriyasiga kirgizilganligi ro'shan gavdalantirilgan bo'lsa, eng muhimi mustaqil davlatimizning asliga kelishini, bizning mavjud bo'lib turishimizni zotimi xohlamaydiganligi, o'lishimizni talab qildiganligini ifodalab qolmay, Amerika davlatining parchalanishini orzu qilishgan. Mustaqillik uchun kurash qilmay, Xitoydan demokratiya talab qilib, Xitoy bilan birga yashash tamasida mayli Tayvandagi yoki chet eldagi demokratcha Xitoylar bilan bo'lsin, bir ustalda o'tirayotganlar Xitoyning manfaatiga uyg'un harakat qiladiganlar bo'lib, mayli demokratcha Xitoylar bo'lsin, mayli kommunistlar bo'lsin, cho'ng Xitoychilik bularning o'rtaq alayidligi va hammasining manfaati o'rtaq. Demokratiya va sotsializm yili ularning ichki qismidagi talash tartishdan iborat bo'lib, biz ularning nazarida yo'qolishga mahkum millat va ular bizning indigenes xalqlari kategoriyasiga kirgizilganimizdan o'ttanli foydalangan. Paketlar Aqtashlar kitobda aytilganidek, Sharq Turkiston mustaqil bo'lmoqcha Sharq Turkiston xalqining mavjud bo'lib tura olmaydiganligini ochiq-oshkora ko'rsatib tursa-mu, bizning ba'zi Uyg'ur tashkilotlarimiz yanada demokratcha Xitoylar bilan birlikda eg'iz-burun yalishib, Xitoyning manfaatini qo'g'dash orqali Uyg'urlarning yo'qolishiga hassa qo'shmoqda. Xitoy Kompartiyasiga qarshi demokratcha Xitoylar Xitoy cho'ng manfaati uchun o'rtaq fikr hosil qila oladi-yu. Ba'zi tashkilotlar nima uchun Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish o'rtaq g'oyasini ishga oshirish uchun kurash qilmay, Uyg'urlarni mustaqil davlatini qura olmaydigan indigenes xalq tizimligiga angaldirib, Xitoylar bilan so'rin tuzib, xalqni galvon qiladi degan savol haqida o'ylanish, Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishiga atlanish har bir Sharq Turkistonlikning vijdoniy burchi. Bugungi avlod nasl ichida Van Kemper obrazini bilmaydiganlar yo'q bo'lsa kerak. Van Kemper mahalliy ishchidan biri bo'lib, choy do'konining xo'jayini. U o'z oldiga bir do'kon tutib mengayotgan bo'lishiga qaramay, doim choyxonadagilarning yurish turishi, ichki ishlarini nazorat qilib turdi. U mahalladagi do'konchilik tarixining uzunligi bilan o'tgan kechganlarning ko'zida mo'y pitmomay xolos. Lekin uning bilan qo'shni bo'lg'uchilardan tortib, mahalliy ichidagi boshqa do'kondorlarga qadar hammasiga xarakteri va xuy-payli tunishliq bo'lgan bir qeri dallol. Uning ishi mahalliy kulturi hamda axloq mizoniga uyg'unlashgan holda bir oilani yana bir oilaga chetish emas, balki pastkash xizmatni qandoq mohirlarcha o'rindash. Shunga uningda hunar ko'p, tajribasi va do'konchilik tarixi buningga bu hunarni qandoq epchillik bilan o'ynashga usta qilib etgan. U birovning pak uyiga qandoq chivin qo'ndirib bo'ron uchirtishga, yana birovning kallasiga qurut selib chivin bilan pashini qandoq qilib bir to'shakka jam qilishga usta. Uning juplashtirishda mizoni yo'q, axloqi yo'q. Aslida mizonga amal qilish uning xarakteridimi o'rin tutmagan. Lekin u shu qadar makkorki, mizon ahlini qandoq qilganda mizonsizlashtirg'ili, poklikni qandoq qilib shaltoqning bir qismiga aylantirg'ili bo'ladi. Qandoq qilib manfaat badaliga birini uydan tandirib, yana birining sarayining ko'ngil xo'shi qiladigan qo'nchiqiga aylantirg'ili bo'ladi. Qayt qilib bo'lmaydigan xatoga dasitish orqali qandoq aynitqili bo'ladi deganlarni naytimi yaxshi biladi. Buning bilan Van Kemper kelishtirguchi dallollar emas, yana qaymoqtirib eziqtirguchi jaddal. Birovlarning istikini baja keltirish yo'lida saqni buzuqqa taslim bo'lishga qistaydigan tejiman. Qiltaqqa tushirishga xizmat qiladigan yollanma vositachidan iborat. Bilimizki, tilimizda dajjal inson turidan bo'lmagan sirtqi eziqtirguchining ismi. Jaddal bo'lsa, uning odam suratlik nusxalarini sifatlashda qo'llaniladigan ism. Ya'ni inson turidan turib dajjalning qilig'ini qilguvchilarni sifatlaydigan ta'bir. Yaqinqi mezgillarda maydonga kelayotgan va sahibxonlari konkret izohlab qoyil qilishga ojiz kelayotgan atalmish sistema suiiste'molga intayin ochiq bo'lgan xalq, hamkorlashish, hukumat qatorliq hukumlarning bozor narxida ishlatayotganligi, qo'yin chiqarish qasdida tashviqotga kirishayotganligi, amaliyotda xarakter jihatdan siyosiy da'vo yo'lining pokligini bulg'ashni muddao qilgan bir turlik Van Kemperlik hodisasi maydonga kelayotganligi ma'lum. Buni o'z navbatida dajjallikni ilhom manbasi qilgan bir turlik siyosiy jaddallikning pishiqlab ishlangan varianti deyishga bo'ladi. Van Kemperchi zihniyatchi bo'lganda shahar atlab qilayotgan sayli sayohatlik da'vo anglitish jarayonida qandaqdir davlat va davlatlardagi birlik hukumatni manba qilgan tashkiliy qurilmaning bo'lmaganligi yuzasidan el-olam oldida o'ng'aysizlanish yuz berganmish. Satturdigan bu o'ng'aysizlikni tugutish uchun qandaqdir o'zining nazoratchiligi ostida bo'lishni shart qilgan asosda bo'linib ketgan 6 hukumatni birlashtirib, jiddiy holda bir hukumat qilmasa bo'lmaymish.
Aytishlaricha, Van Kemperchi salatçılıqның nəticəsində atalmış 5 hökumət maqulğa kelgan bo'lib, 6-cisi bu ishqa yaqin kelməyətqanmış. Mushu 6-cı hökumət degan yerga kelmagan taqdirda, mazkur 6-cı hökumət xalq e'tirof qiladigan surgunda hökumət bo'lib hisoblanmasmış. Bu nima degan romantik siyosiy ko'rinishlar? Van Kemperchi zihniyatining talqin qilishicha, uning o'ttirg'i qo'ygan hukumat modelida atalmış 5 hökumət bilan ayvashga kelmaydigan 6-cisi harmonlashqidek. Bütkül tərtiblər özgürüb, atalmış sistemi bilan mağadigan bir hökumət sübtida bütkül iş təqsimat yenidən təqsimlənərmiş. Sistemaga kiriş bilan hamma öz qo'lidagi materiallarini hökumətçilikka doir narsalarni topshirib, sistema bo'yicha har kim yangi boshdan topshirilgan ishni qilarmish. Van Kemperlik qilayotgan atalmış xalq nomidan nazorat qilib turadigan atalmış komitet bo'lsa, hammaning beshida qarab turamish. Ve şu boyunca hemme özünün işini kıladigan bir sistema astiga jamlangan bo'lib shakllangan bo'lamiz. Hikoyaning eng bema'ni fantaziyalik qismi shuki, saylam ishlarida qandaqdir vatani o'z ilkida, milliy istixborotda mukammallashgan. Armiya va iqtisodiy kuchi o'ziga o'zi yetadigan, mundaqcha aytganda, necha 10 yillik musobaqasida mustaqil davlatchiligini davomlashtirib ketayotgan ilg'or davlatlar qilayotgan bo'yicha bizning xalqmo internetdan bilet tashlab öz hökumetining saylam ishlarini elib barsa, mesele şundaq obdan hal bularmış. Yana tehi mazkur atalmış sistema şu kadar mesele hal qilish kuchiga ega ekanki, mazkur sistemaga qatildigan va hukumat a'zoligidan tortib, vakil yoki amaldorlargacha bo'lgan tabiqlarning hammasida har kim o'tmishi va bundan avvalgi siyosiy tarixi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar kirsa va nomzod bo'lsa bo'laveramiz. Mazkur nazoratchi kampirlarning nazarida hech birining o'tmishi va siyosiy ish izlari muhim emasmish. Kechmishi va buguni surishti qilingan holda birlashtirilgan hukumatga kirish va nomzod bo'lish, saylanish haqqi berilamish. Necha davlatga borsam, hukumatimizning bir bo'lmaganligidan sat turadigan nomli hikoyadan boshlangan bu fantaziyalik hukumat sistemasi tushuni ekranga chiqib turib deyilgidek bo'lish uchunmi, odatdagi divan bo'lish yetmaydiganligini anqirolmagan bu Van Kemperchi zihniyat oxirga berib mazkur fantaziyasini ne siyosat falsafidan, ne navbatdagi siyosiy reallik taqozosi nuqtasidan tutamliq bir asosga ega qila olmadi. Butunlay hissiy bo'lgan, ustilik oylab yillab soyasi ko'rilmaydigan, faqatla turli suyuqlantirishlarga, ichidan chuvib tuzishlarga qarshi orijinalligini saqlab kelishda muvaffaqiyat qozongan mavjud surgunda hukumatning obrazini yoki xizmat funksiyasini media kuchi orqali xunuklashtirish propagandasini ijro qilishdan boshqa chog'da yedi bo'yi sezilmaydigan atalmış hukumatlarni navbatdagi ichki tartib qurilmalarini sozlab, aktiv xizmatini amaliy qadamlari bilan namoyon qilayotgan mavjud surgunda hukumatni ishini Sharq Turkiston surgunda hukumatidan boshlash otliq propagandaning ayblish nishoni qilishi haqiqatanmi kishining g'idiqini qo'zg'amay turolmaydi. Burhan Muhammadning siyosat to'qmishining Van Kemperlari nima deydi nomli maqolasidan elindi. Davomini keyingi xabarlarimizda davomli anlatamiz. Hürmetli görürmenler, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.